Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiyaning tungi hujumlari. Odessadagi tug'ruqxonaga dron urildi. Rossiya Odessa Bilamizki, kanalimizda sportga qiziqadigan akalarimiz juda ko'p. Sizlarga ishonchli bo'lgan omad silkasini kommentariyada qoldirdim. Kommentariyadagi silka orqali saytga kiring, ekraningizda ko'rib turgan promokod orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga va'da qilingan 3 million so'mgacha bonus olishingiz mumkin bo'ladi. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta kirib ko'rgan afzal. Saytga o'ting va o'z omadingizni sinab ko'ring. va Kiyevga dronlar va raketalar bilan hujum qildi. Kiyevning bir qancha tumanlarida yong'inlar ro'y bermoqda. Odessada tug'ruqxona binosi shikastlangan. Rossiya qo'shinlari Ukraina shaharlariga hujumkor dronlardan foydalangan holda navbatdagi yirik hujumni amalga oshirdi. Mamlakatning aksariyat hududlarida havo hujumi sirenalari eshitildi. Odessa va Kiyev rasmiylari esa bir necha uchib kelishlari haqida xabar berdi. Odessada qulagan dron mahalliy tug'ruqxonalardan birining ma'muriy binosiga zarar yetkazgan. Hodisa oqibatida jabrlanganlar yo'q. Yana bir dron tibbiy yordam punktiga urilib, yong'inga sabab bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar xizmatlari ma'lumotlariga ko'ra, bino shuningdek yaqin atrofga turgan tez yordam mashinalariga jiddiy zarar ko'rgan, xodimlar jabrlangan. Shu bilan birga yana bir qancha shahar ichidagi turar joy binolarida, jumladan ko'p qavatli uylarga ham urilgan. Bu yong'in va vayronalarga olib kelgan. Ana shunday uchib kelishlardan biri natijasida bir fuqaro halok bo'lgan, yana 3 nafari yaralangan.